Xo'p. Keling, Rohila opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani o'tiring. Xullas, sinfimizda pul yo'qolgan. Bir o'quvchi tanaffusga chiqib ketgan ekan, ertalab ota-onasi berib yuborgan puli shunday kirib qarasa yo'q topgan ichida. O'sha paytda siz tozalab yurgan ekansiz. Karimaxon, meni yaxshi bilasiz. 20 yildan beri shu maktabda farrosh bo'lib ishlayman. Shu paytgacha birovning haqqiga xiyonat qilmaganman. Yaqindagina shu sinfga kirib, men pollarni artdim xolos. Hech kimning hech narsasiga tekkanim yo'q, Karimaxon. Sizdan boshqa hech kim kirmadi-ku, Rohila opa. Kim olishi mumkin? Meni tekshirishingiz mumkin, cho'ntaklarimni ham Qo'lingizni ko'rsating. Mumkin, men nega olaman? Qo'lingizni ko'rsating, Rohila opa. Menga kerak emas birovning puli. Olganim yo'q, bolajonlarim menga ishonasizlar. Voy, qani. Voy, nima qilganinglar bu senga? Voy, o'lmasam. Voy, bu nima qilganinglar bolajonlar? Sekin. Voy, Sekin, qani. Hammamiz beramiz. bolajonlar, bu nima qilganinglar? O'zinglar olaveringlar, ota-onanglar bergan o'zinglar beringlar, menga kerak emas, kerak. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Rohila opajon. Shu paytgacha